jo'nadim. Orolimga mehmonlar ham chaqirdim. Super qudratli bosslar bilan jang qildim. Yanada superroq avtomatik fermalar qurdim. Va oxirida chiroyli tom ham. Nima? Bu videoni yaratish uchun kompyuter qarshisida 100 soat o'tirishga to'g'ri keldi. Umid qilamanki, shuncha mehnatim sizdek kanalga obuna bo'lishingizga arziydi. Va videoni albatta oxirigacha ko'ring. Majburiy. Birinchi va 5-kunlar men Orolda paydo bo'ldim. Bu yerda esa juda ham foydali bo'lgan komandalarni ko'rishingiz mumkin. Keyin esa Oroldan sakradim. Ha nima, kelajak uchun tekshirib qo'yapman. Endi o'lamanmi deb turganimda meni olamga teleport qildi. Nima bu Skyblock emasmidi deyishingiz mumkin. Ha, bu Skyblock, bu esa resurslar olami. Bu olam har 15 kunda tozalanadi. Shuning uchun baza qurish mumkin emas. Yana bir tajribadan so'ng bazaga qaytib barcha daraxtlarni chopib tashladim. Yog'och bilan muammoni unutsak ham bo'ladi. Bu komanda esa qo'rqinchli devorni o'chiradi. Va bu aytganimdek bu yerda questlar ham bor va menga sovg'a berishdi. Hali kelajakda juda ham ko'p kerak bo'ladi. Bu yerda bir qiziqarli mod bor. Uning yordamida super asbob aslahalar qilish mumkin. Shu sabab kerak narsalarni topish uchun sayohatga chiqdim. Endi 2 blokka sakrashim va balandlikdan qo'rqmasligim mumkin. Bular menga. Hamma narsa tayyor, endi shunchaki yasash qoldi. Birinchi navbatda 3 ga 3 blok kavlaydigan bolg'a yasadim. Buga topilgan zumradlardan yasamoqchi edim, bittagina yetmay qoldi. Qo'ziqorinlarda zumrad yasadimi? Qo'ziqorin xavfli joy deb setxom qo'ydim. Endi xohlagan paytimda teleport qila olaman bu yerga. Qulaygina. Qo'ziqorin minotavrlar uyi ekan. Sandiqlarni hammasini titib zumrad topolmadim. Shuning uchun asosiy qo'ziqoringa hujum qildim. Balki o'sha yerda zumrad bo'lar deb. Ichkarida spamner ham bor ekan, lekin menga afsus sindirishning iloji yo'q. Shuning uchun sandiqni ochdim va u yerda zumradlar bor edi. Zumradlarni olib, shartta juftakni rostladim. Keragini oldim muhimi. Aytgancha dastasini alohida materialdan qilish mumkin. Masalan, temir. Temir dastali zumrad bo'lgani kutib oling. Xuddi olmos qilishdek jonalarga. Men topgan zumradlar yana multi asbobga ham yetdi. U nimaga multi deysizmi? Hozir tushuntiraman. Bu multi asbob ham belkurak, ham bolta, ham kirki o'rnini bo'lsa beradi va yaxshigina tez kovlaydi. Men esa bu vaqtda yangi bolg'ani yasash uchun konga tushayotgan edim. Chunki menga hali kelajakda juda ham ko'p rudalar kerak bo'ladi. Unchalik ham tez emas, lekin birdaniga 3 ta blokni. Buncha ko'p olmoslardan hayron qolganimdan hattoki